Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana shunday pechene qilamiz. Alg'ach un qo'shib olamiz. Ondan so'ng razrıhlayıcıda qo'shib olamiz. Aralashtirib, sливочный mayda qo'shib ikki yumurta qo'shamiz. Uch osh qoshiqda sahar qo'shamiz, qum shakar. Temperaturasında turgan ayranды dagы qo'shib olamiz. Qamurda elib olamiz. Elib olgan qamurimiz mana shunday yumshoq, qo'lga jabishmagan bo'ladi. Ana yarım saatga muzlatgichga solib qo'yamiz. Qo'shilmasini tayyorlab olamiz. Unga qum shakarni qo'shib, janadagi sливочный mayda qo'shib olamiz. Qamurda jayib olamiz. Jayib olgandan so'ng yumurtani surtib olamiz. gradusda 35-40 minut pishirib olamiz. Mana shunday bo'lib pishib chiqdi, yumshoq. Sizlar ham uyda qilib ko'ringlar.